Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqun. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, old bilan biz Iqtinoga bu hafta huzuringizga sunmoqchi bo'lgan xabarlarimizning asosiy mazmunini tunishtiramiz. Iqtinoda Sharq Turkistonlik Uyg'ur o'smirlarimiz Turkiyaning poytaxti Anqarada 3 kunlik ziyorati bo'ldi. Bu ziyorat albatta Cumhur Reislik Sariye Türkiye Büyük Millet Meclisi şundaqla ministerlar, hattoki baş minister Binali Yıldırım'ı bu o'smirlarimizni qabul qildi. Bu xabarimizni Iqtinoda bo'ldi. Shundaqla Hidayatullah O'g'uzxon parlament raisi bilan iftorda mavzuliq xabarimiz. Turkiyadagi eng chong ommaviy tashkilotlardan biri bo'lgan TGTV Turkiya Xolisan Tashkilotlar Vaqfi iftor faoliyatida bu tashkilotning bir a'zosi bo'lgan Ma'rif jamiyati raisi Hidayatullah O'g'uzxonmi Turkiya Büyük Millet Meclisi parlament raisi bilan iftorda birga bo'ldi. Shundaqla o'smirlar turmasidagi Uyg'ur saqchining Xitoy saqchilari tomonidan etib etilganligi haqidagi xabarimiz. Bu oshkorlandi. Nima uchun etib etilgan? Çünkü ana şu Uyg'ur o'smirlarini atmasligi uchun, o'ttirg'i tushganligi uchun umu etib etilganligi oshkorlandi. Bu va buningdan boshqa xabarimiz Iqtinoda bo'ldi. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Sharq Turkistonlik o'smirlar Anqarada 3 kunlik ziyorati bo'ldi. Sharq Turkistonlik o'smirlar Turkiya poytaxti Anqarada 3 kunlik ziyorati bo'ldi. Türkiye Cumhur Reislik Sariye, Türkiye Büyük Millet Meclisi qatorliq hukumat organlarida qizg'in qarshi olishga erishdi. Sharq Turkistonlik o'smirlar Turkiya poytaxti Anqarada 3 kunlik ziyorati bo'ldi. Türkiye Cumhur Reislik Sariye, Türkiye Büyük Millet Meclisi qatorliq hukumat organlarida qizg'in qarshi olishga erishdi. İstanbul'daki Sharq Turkiston Ma'rif ve Hamkorlik Cemiyeti ayollar bölümünün mas'uli Munavvar Öz Uyg'ur xonimning yetakchiligida bir guruhi Sharq Turkistonlik o'smirlar bir qator faoliyatlarga qatnashish uchun Turkiya poytaxti Anqaraga yetib keldi. Anqaradagi Shokirchik Cho'lpon Mujohid Qashg'ar Lemo ularga qo'shildi. 13 iyun dushanba tushdan keyin o'smirlarimiz Turkiya Cumhur Reislik Sariyiga ziyoratga o'rinlashtirildi. Türkiye Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan'ın baş maslahatchisi Yalçın Topçu efendi o'smirlarimizni kutib oldi. Yalçın Topçu Cumhur Reisi Erdoğan'ın o'smirlarimiz bilan ko'rishish uchun kelmoqchi ekanligini, lekin boshqa faoliyatlar sababli vaqt chiqarolmaganligini aytib, uning salimini yetkazdi va o'smirlarimiz bilan do'stona qiyofatda erkin suhbatda bo'lib, ularning qalb so'zlarini tinglashdi. Ularni qarshi olganligini bildirdi va ularni rag'batlantirdi. O'smirlarimizni Cumhur Reislik sarayida aylantirdi. Oxirida o'smirlarimiz Yalçın Topçuga Uyg'ur do'ppisi va Sharq Turkistonning ayulduzlik ko'k bayrog'ini sovg'a qildi. Yalçın Topçu o'smirlarimizga xotira sifatida hadiya tarqatib berdi. O'smirlarimiz 13 iyun kech Anqara Qozon nahiyalik hukumat tarafidan iftor ziyofati bilan kutib olindi. Qozon nahiyalik hukumatning boshlig'i Loqman Erturk o'smirlarimizni qizg'in qarshi oldi. O'smirlar Loqman Erturk efendi ve başka hükümet xodimlari shundoqla Qozon xalqi bilan iftorda hamdastixon bo'ldi. O'smirlarimiz iftor ziyofatida Qur'on o'qish, she'r deklamasiya qilish va samo silish qatorliq numurlarni ko'rsatdi. Sharq Turkistonlik o'smirlar 14 iyun Türkiye Büyük Millet Meclisi yani Türkiye parlamentida ziyorati bo'ldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi baş katibi İrfan Nazir o'g'li o'smirlarimizni kutib oldi. Uyg'ur o'smirlar İrfan Nazir o'g'liga do'ppa va Sharq Turkistonning ayulduzlik ko'k bayrog'ini hadiya qildi. Nazir o'g'li o'smirlarimizga xotira buyumi tarqatib berdi. O'smirlarimizga majlis binosini ziyorat qildirdi. O'smirlarimiz Büyük Millet Meclisi'deki ziyoratini tamamlash asnosida Türkiye Baş Ministeri Binali Yıldırım'ның qabul qilishiga erishdi. Binali Yıldırım ballar bilan xotira suratga tushdi va ularni suyib qo'ydi. O'smirlarimizdan biri Sharq Turkistonlik muhojirlarning talablari yozilgan bir xatni Binali Yıldırımga topshirib berdi. Farzandlarimiz yana Sharq Turkiston davosining rahbarlaridan marhum Muhammad Imin Bug'roning qabrisini ziyorat qildi. Dünya Uyghur Qurultayı'nın muavin reisi Seyit Tümtürk, Ankara Üniversitesi'nin o'qituvchisi Doktor Erkin Ahmet ve Türkiye Avazi Radyosu Uyg'urcha bölümünden Mirkamil Qashg'arli o'smirlarimizga hamroh bo'lib ziyoratga qatnashdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, biz bu haqda Sharq Turkiston Ma'rif va Hamkorlik Jamiyati ayollar bo'limi mas'uli Munavvar Öz Uyg'ur xonim bilan suhbat olib boramiz. O'zi hozir telefonimizda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oldin ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Rahmat. Men sizlarga rahmat aytaman. Munavvar xonim, siz bu Sharq Turkistonlik Uyg'ur o'smirlarimizni buningga yetakchilik qilib 12 iyundan 15 iyungacha Türkiye poytaxti Anqarada bir qator ziyoratlarda bo'ldinglar.
siz balalarning tarbiyalanishida bo'lsin, shu boshdan oxiri yetaklab kelyapsiz. Bundan ilgari nurg'un programmalarga shunday qatnashtirib kelyapsiz. Bu qatimqi ziyoratinglar haqida biroz ma'lumot bergan bo'lsangiz oldi bilan. Bo'ldi. Biz buni 12-iyundan 15-iyungacha Anqaraga ziyorat bo'ldik. Biz bu ziyoratni aslida 2 yil oldindan boshlabla planlagandik. Allah bu yil nasib qildi. O'tgan oldingi yillar ba'zi bir sabablar bilan amalga oshira olmagandik. Bu natija ziyoratimizda biz bolalarimiz bilan birlikda shu hal nimaninki Turkiya hukumatiningki muhim o'rinlardagi rahbarlarimizga Sharqi Turkistondagi qarindoshlarimiz, bu yerga kelgan qarindoshlarimiz uchun qilgan barliq bir yaxshiliklar uchun tashakkur bildirish, ularga bir salom berish, ya'ni kichik bolalarimiz orqali salom berish. Shuning bilan birga hozirda bizda mavjud bo'layotgan ba'zi masalalarimiz, ya'ni ba'zi qiyinchiliklarimiz haqida ma'lumot berish maqsadida ega bo'lgandik. Bunun bilan birga yana Anqaraninki Qozon belediyesi, Qozon shaharlik hukumatiningki rahbarlari bizni Turkiston kechasi munosabati bilan bir programmaga da'vat qilgan, chaqirgandi. Hamda bu faoliyat bilan birlikda bu nimaga da'vatga ijobat qilgan bo'ldik. Bu yerda bir kecha Turkistonliklarningki hozirgi hayotini, bolalarimizning programmalari, duolari, Qur'onlar orqali anglatgan bo'ldik. Bu faaliyetimizde mesela bizim oylagan maqsadimiz, yani aldı bilan arzu qilgan oylagan maqsadimizga asosan yetdik deb o'ylayman. Allohning bunday bir yaxshi fursatga muyassar qilganligi uchun Alloh hamdulillah bo'lsin. Hurmatli Mirkamiljon, oldin ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Yo'q, men rahmat qilaman. Mirkamiljon, hamda siz bu o'smirlarimizningki 12-iyundan 15-iyungacha Turkiyaning poytaxti Anqarada 3 kunlik ziyarati bo'ldi. Bu ziyorat jarayonida albatta sizning o'g'lingiz Mujohid Qashqarli bilan birga bo'ldi. Cumhuriyet Sariye uya bilan ziyorat qildinglar, davlat rahbarlari bilan ko'rishdinglar. Bu ziyorat jarayonidagi sizningki ta'siratingizda qanday bir nimalarga tuyg'uga keldingiz degandek buni anlatib bersangiz. Ben bu ziyaret nayeti menilik yaxshi bir ziyaret oldu deb o'ylayman. Bu bir necha ay burun Münevver Hanım bilan o'quvchilarninki yetakchi o'qituvchi Münevver Hanım bilan shunda bir ziyorat ilib berish to'g'risida deyishib kelayotgan. Axiri bu ham o'sha o'quvchi bolalarning o'zining xolisona duosi, Münevver Öztürk Hanım namı yaparak terisi bilen bu iş ahire vücut çıktı. Ve destekli bu ziyaret aynı bilginimizdeki Cumhurbaşkanlıktan başlanğanca ki Kazan'daki faaliyetler, ki parlament baş katibi, onun başbakanlığa kadar yaxshi ko'rishish, uchrashishlar oldu. Ahirda Muhammed Emin Bo'g'ra Hazretimninki kabrisini ziyaret qilishga o'xshash balli kichik bo'lsa-mu cho'ngligi dars bergidek bir şekilde şu 51-yilni vafot bo'lganligini 51-yilda azab ishida Muhammed Emin Bo'g'ra Hazretimni eslab Qur'on tilovat qilib, ro'yxatga duo qilib degandek ziyoratni oxirlashtirib Islomga qaytdi. Umumiy jarayoni bu. Lekin ziyorat haqiqatan nayet ma'nilik qisqa vaqt ichida bir necha turlik 5-6 turlik faoliyatni ichiga olgan ma'nilik bir ziyorat oldi. Qarimayda 15 nafar Uyg'ur töhmat bilan qamoqqa hukm qilingan. Qarimay shahrida 15 nafar Uyg'ur yoshning asossiz töhmatlar bilan 7 yillikdan 18 yillikcha qamoqqa hukm qilinganligi oshkorlandi. Sharq Turkiston uchur markazining xabar qilishicha 2015-yili 8-oyning 27-kuni Qarimay shaharlik qurolli qism saqchilari Qarimay shahrida xizmat qilayotgan Zahir, Shohimardan, Anvar, Ablimit Abliz, Sayfullah qatorliq Uyg'ur yoshlarining Qarimay shahridagi uyiga bostirib kirib tutqun qilgan. Xabarda aytilishicha 2015-yil 9-oyning 3-kuni Abduxalil, Abdurahmon, Tursunjon qatorliq 10 nafar yosh tutqun qilinib elib ketilgan. Xitoy tajovuzchilari bu yoshlarni islom diniga e'tiqod qilganligi uchun
gumonli kishilar qatorida qora tizimlikka elib, ularni chet el bilan aloqa qilgan, chet eldagi tashkilotlarga iqtisodiy jihatdan yordam bergan, terrorlik tashkiloti qurgan, davlatni parchalashga uringan degandek jinoyatlarni ortganligi ma'lum bo'lgan. Bu tutilgan 15 nafar yosh ba'zilari o'zaro tunishmaydigan bo'lsa-mu, ammo Xitoy tajovuzchilarining ularga terrorlik tashkiloti qurgan degan jinoyatlarni ortib 2016-yili 5-oyda 7 yildan 18 yilgacha muddatli qamoqqa mahkum qilganligi oshkorlandi. Bu yoshlarning yoshi 27 yoshdan 35 yoshgacha bo'lib, Qaramay shahrida tug'ilgan 3-avlod neft ishchilari ekanligi, ularning xizmat o'rinlarida yaxshi xizmat qilayotgan ota-onasi va oilasida vafodor farzand, mas'uliyatchan dada ekanligi yaqinlar tarafidan ta'riflangan. Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonning sanoat shahri bo'lgan Qaramay shahrida Uyg'ur yoshlarni har xil bo'kton jinoyatlar bilan qoralab, Xitoy fuqarosi bo'lib yashayotgan yoshlarni islom kimligi sababli ularni dushman ko'rib, dalil isbotsiz og'ir jazolarga mahkum qilmoqda. Hidoyatullo O'g'izxon parlament raisi bilan iftorda hamdastixon bo'ldi. Turkiyadagi eng chong ommaviy tashkilotlar birligi bo'lgan Turkiya Xolisona tashkilotlar vaqfi iftor faoliyati uyushtirdi. Bu birlikning bir a'zosi bo'lgan Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatullo O'g'izxon parlament raisi bilan iftorda birga bo'ldi. Turkiyadagi eng chong ommaviy tashkilotlar birligi bo'lgan Turkiya Xolisona tashkilotlar vaqfi TGTV iftor faoliyati uyushtirdi. Bu birlikning bir a'zosi bo'lgan Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatullo O'g'izxon iftor faoliyatiga qatnashdi. Faoliyatga Turkiya Buyuk Millat Majlisining raisi Ismoil Qahramonni o'z ichiga olgan ko'p sonli davlat arboblari va ommaviy tashkilot rahbarlari ishtirok qildi. Turkiya Xolisona tashkilotlar vaqfi Turkiyadagi eng chong ommaviy tashkilotlar birligi bo'lib, 250 dan ortiq a'zo tashkiloti bor. Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati uzun yillardan buyon Turkiya Xolisona tashkilotlar vaqfining faoliyatlariga ishtirok qilib kelmoqda. Turkiya parlament raisi Ismoil Qahramon uning qurg'uvchilaridan biri. Hidoyatullo O'g'izxonning bildirishicha, iftor faoliyatida parlament raisi Ismoil Qahramonga qatmuqat qiyinchiliklarga duch kelayotgan Sharq Turkistonliklarning ba'zi masalalarini va talablarini yetkazish fursati bo'lgan. U bu munosabat bilan faoliyatni uyushtirishga ajri singan hammalarga rahmat aytadiganligini bildirdi. Bu xil faoliyatlar Sharq Turkiston masalasi va Uyg'urlarning orzu talablarini turk siyosiy yo'llarga, ommaviy tashkilotlarga tushuntiradigan va yetkazadigan yaxshi sahnlarning biridir. Sohur programmasida Sharq Turkiston tonishtirildi. Turkiyaning oldingi qator turadigan xabar kanallarining biri bo'lgan A Xabar kanalining 16-iyundagi Sohur programmasida Sharq Turkiston tonishtirildi. Turkiyaning oldingi qator turadigan xabar kanallaridan biri bo'lgan A Xabar kanalining 16-iyundagi Sohur programmasida Sharq Turkiston tonishtirildi. Qaysari shahridagi Uyg'ur muhojirlarining sohurlik dasturxoni Uyg'ur turklarining Ramazon hayojin nomida televiziya ekranida naq maydondan ko'rsatildi. Programma oldi bilan naq maydon programmasi tarqatayotgan riyosatchi Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'ur musulmonlarining ro'za tutishiga cheklimlarni yurgizganligini aytdi va televiziya ekranini Qaysaridagi Uyg'urlarning sohurlik dasturxonida hozir bo'lgan A Xabar muxbiriga berdi. Programma Qaysariga yo'tkalgandan keyin muxbir mikrofonni Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Seyit Tumturkka uzatdi. Seyit Tumturk Qaysariga yerlashtirilgan Uyg'urlar haqida qisqacha tushuncha bergandan keyin Xitoyning Sharq Turkistonda Ramazon oyida yo'l qo'ygan cheklamalarni fosh qildi. Tayland turmalaridagi Uyg'urlarning ochliq e'lon qilish ahvolini mo tilga olib o'tdi. Bir necha Uyg'ur muhojir bilan elib berilgan suhbatmo naq maydondan berildi. Ular Sharq Turkistonda diniy bostirishga uchraganligini va bu yerda diniy faoliyatlarni erkin holatda elib berayotganligini bildirishdi. Muxbir va xizmatchi xodimlar Uyg'urlar bilan birga sohurlik yedi ve hemsohbet bo'ldi. Merhabalar, öncelikle neler yaşanıyor? Doğu Türkistan'dan geldiniz. İbadetinizi Türkiye'de huzur ortamında gerçekleştiriyorsunuz. Kendi topraklarınızda ibadetinizi yapamıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz sünnetimizde kıyınçılık şaraitte kapkagan bir Müslüman boğallığımız için hatta namazlarımızı hatircam okuyamıyorduk. Ben özüm bir dini aileden kep çıkan, özüm kiçigimde dini aile terbiyenin çoğun boğallığım için sen bir dinde okup sen de keçse 10 yılga kadar ben kiyimini silip yatkınımını bilmeymen.
Evet, burada belirtelim sevgili izleyiciler, şu anda burada bulunan soydaşlarımızın yine Doğu Türkistan'da yakınları var ve onlar yüzlerini göstermek istemiyorlar. Çünkü gözüktükleri zaman onlara ülkelerinde zulmedileceklerinden korkuyorlar. Ben hemen tercüme edeyim. Abimiz şunu söylüyor. Ben diyor bir din alimiyim. İslami ilimlerle tahsil gördüm ve orada sırf Müslüman olduğum için çok büyük zulme uğradım. Ben iyi biliyorum ki 10 yıl elbisemi çıkartmadan yattım diyor. Sürekli tehdit ve endişe içerisinde. Her an evime Çin baskını olacak endişesiyle yaşadım diyor. Qashqarda asabiylik temasida din nomidan yig'in ochildi. Xitoyning Sharq Turkistonda qurgan atalmish Islom dini jamiyati Qashqar shahrida atalmish asabiylikdan yiroq turish temasida yig'in ochdi. Xitoy Markaziy Xalq radiosi Uyg'urcha to'rbetining 15-iyun bergan xabarida Xitoyning Sharq Turkistonda qurgan atalmish Islom dini jamiyati nomidagi Xitoy uchun xizmat qilayotgan va kommunizmcha ong ideya bilan yetishib chiqqan bir bo'lak diniy zotlari Xitoy tajovuzchilarining o'rinlashtirishi bilan Sharq Turkistonning milliy va diniy puruqi kuchli bo'lgan Qashqar shahrida atalmish asabiylikdan yiroq turish temasida yig'in ochgan. Ammo bu yig'inda qanday mazmunlarning o'tirg'i qo'yilganligi to'g'risida hech qanday ma'lumot berilmagan. Xitoyning uzundan beri davomlashtirib kelayotgan islom dinini burmalash va u orqali islom dinini keng xalq ommasiga yomon ko'rsatish uchun o'ynab kelayotgan ichki siyosat va o'yinlari Sharq Turkistondagi musulmonlar ommasining aqidasini oyoq osti qilib, qo'ral kuchi ularning diniy hissiyotini dafsanda qilib kelmoqda. Sharq Turkistondagi diniy bostirish va diniy dafsandachiliklardan xabardor kuzatuvchilarning bildirishicha, Xitoyning islom dini nomidan elib borgan bu yig'inning dal musulmonlarning ulug' Ramazon oyida elib berilishi Uyg'ur musulmonlarining ustidagi diniy zulmning yanama og'irlashadiganligidan derak berish bilan birga Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistondan iborat bu zaminni umumyuzlik xitoylashtirishdan iborat razil maqsadiga yetish uchun bu zamindagi milliy va diniy kimlikning saqlanib qolishiga sabab bo'layotgan islom dinini o'z maqsadiga uyg'unlashtirib burmalashga urinishdan boshqa narsa emasligi aytilmoqda. O'smirlar turmasida Uyg'ur saqchining Xitoy saqchilari tomonidan etib etilganligi oshkorlandi. O'tgan oyning oxirida Urumchi Ulanbaydagi o'smirlar turmasida isyon yuz berib, 2 saqchining o'lganligi xabar qilingan voqeadan xabardor bir kishi to'g'rimizga uchur avatib, voqeada o'lgan Uyg'ur saqchining Uyg'ur san'atkor Abduveli Jarullayevning navrisi ekanligini va uning saqchilar tomonidan etib etilganligini oshkorladi. O'tgan ayning oxirida Urumchi Ulanbaydagi o'smirlar turmasida isyon yuz berib, 2 saqchining o'lganligi xabar qilingan edi. Voqeadan xabardor bir kishi to'g'rimizga ovozli uchur avatib, voqeada o'lgan Uyg'ur saqchining Uyg'ur san'atkor Abduveli Jarullayevning navrisi ekanligini, uning o'smirlar tomonidan emas, balki alohida saqchilar tomonidan etib etilganligini oshkorladi. 25-may kechida Urumchi 1-o'smirlar turmasida turmadan qochish voqeasi yuz bergan. 10 nafar o'smir turmadan qochib chiqqan va yo'lini to'sgan 2 saqchini o'ldirib etgan. Bu o'smirlardan 3 nafari turma sirtida etib etilgan. 7 nafari saqchilar qo'liga tushib qolgan. Ayni vaqtda ularning birining 41 yoshlik Yong Chuan ismli Xitoy saqchi, yana birining 29 yoshlik Hamid Xalmurat ismli Uyg'ur saqchi ekanligi hamda Xitoyning bu 2 saqchi uchun motam murosimi o'tkazganligi Amerikadagi Erkin Osiyo radiosi tomonidan aniqlangan edi. Istiqlol televiziyamiz ko'rurmanlaridan birining bizga yetkazgan uchuridan ma'lum bo'lishicha, Uyg'ur saqchi Hamid Xalmurat ayni vaqtda ballarning orasiga tushib, ularni to'xtatmoqchi bo'lgan. Xitoy saqchilari uni ballarga bo'lishgan deb aytib etgan. Shundaqla bu ish maxfiy tutilib qolmasdan, uning mahbuslar tomonidan o'ldirilganligi e'lon qilingan. Ayni vaqtdagi xabarlarda o'smirlarga o'q chiqargan saqchining mukofotlanmoqchi bo'lganligi, lekin voqeani undidarda oshkorlab etganligi uchun mukofotlashning amaldan qoldirilganligi ilgari surilgan edi. Uchur yetkazgan kishining bildirishicha, Hamid Xalmurat voqeaga aralashib, saqchilarning o'smirlarga o'q chiqarishiga qarshi turgan. Alayda saqchilar unimi ballar bilan qo'shib etib etgan. Dastlabda alayda saqchilarga xabar bergan Uyg'ur saqchi mukofotlanmoqchi bo'lgan, lekin u voqea jarayonini sinig'i elib, undidarda boshqalarga yo'llaganligi uchun mukofotlash amaldan qoldirilgan. Bundan burunmi Xitoy inqilobiy qurbon deb e'lon qilgan ba'zi saqchilarning amaliyotda saqchilarning o'qida o'lganligi oshkorlangan edi. Xitoyning yana 5 nafar torbat egasi va boshqaruvchisini tutqun qilganligi ma'lum bo'ldi. Sharq Turkistonda 5 nafar tor sohibi va tor boshqaruvchining tutqun qilinganligi ma'lum bo'ldi.
İctimai taratqularda Misranim to'rining qurg'uvchisi Abu Bakr Muxtarning izdiraksiz g'oyib bo'lib bir mezgildan keyin qo'yib berilganligi haqida uchurlar tarqalayotgan paytda Sharq Turkistonda 5 nafar to'r sohibi va to'r boshqaruvchining tutqun qilinganligi ma'lum bo'ldi. Erkin Asiya radiosining xabar qilishicha, tutqun qilingan 5 kishi Misranim to'rining sohibi Abu Bakr Muxtar, Misranim to'rining Korildagi to'rbat boshqaruvchisi Tursunjon Mehmet, Bag'dosh to'rining sohibi Akbarjon Asad, Dağlıq tor yazğıcı ve Bozqir blogining sahibi Ömerjon Hasan hamda ma'rif sohasida xizmat qilayotgan, ammo ism sharifi texnicha dalillanmagan yana bir tor yazğıcısı bo'lib 5 kishi ekan. Uyg'ur kuzatuvchilari buning 2009-yildagi 5-iyul voqeasidan keyingi cho'ng tutqundan buyongi yana bir qatimliq cho'ng tutqun qilish hodisasi ekanligini ilgari surdi. Qozog'iston Oktober hujumining 45 kishilik guruh tarafidan qilinganligini oshkorladi. Qozog'iston Ichki ishlar ministri 5-iyun Qozog'istonning g'arbiy shimolida yuz bergan terrorlik hujumini sodir qiluvchilarning 45 kishilik bir guruh ekanligini e'lon qildi. 5-iyun Qozog'istonning g'arbiy shimolidagi Oktober shahridagi 2 qurol yarog' do'koni va bir harbiy gazarma salohiyati noma'lum qurolli kishilarning hujumiga uchragan. Hujumda 3 askar va 5 omma hayotidan ayrilgan. 7 askar, 12 saqchi bo'lib, jami 37 kishi yaralangan. Ichki ishlar ministrining bildirishicha, aslida bu guruhda 45 kishi bo'lib, hujum qo'zg'ashning oldingi kuni 10 necha kishi chekinib chiqib ketgan. Birinchi qurol do'koniga hujum qilish oldida 3 kishi chekinib chiqib ketgan. Hujum boshlanganda yana bir kishi naq maydondan qochib ketgan. Shunday qilib 25 kishi hujum qo'zg'agan. Uning bildirishicha, radikal kuchlarning asosli nishoni qirish kuchi texmi cho'ng bo'lgan qurollarni bo'lib, bu rayonda texmi cho'ng hujum qo'zg'ash ekan. Bundan burun Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bu hujumlarning chet elda planlanganligini ilgari surgan. Nazarboyev bu hujumlarda sobiq Sovet Cumhuriyatlari bo'lgan Gruziya va Ukrainadagi rahbarlarni og'dirib, o'rniga g'arbga moyil hukumatlarni qurgan ranglik inqiloblarning ishoratlari borligini aytgan. Hozirgacha biror tashkilot bu hujumni ustiga olmagan. Ichki ishlar ministri bo'lsa, bu kishilarning hujumdan burun suriyalik bir imomning da'vat filmlarini ko'rganligini aytgan. Hozirga qadar hujum qo'zg'uvchilardan 18i etib etilgan. 11 gumondor qo'lga olingan. 12-iyun Oktoberda yo'lga qo'yilgan qizil rangli jiddiy holatning darajasi to'vallatilgan. Dalay Lamaning Amerika ziyorati Xitoyni bearam qildi. Amerika prezidenti Obama 15-iyun chorshanba Oqsaroyda Tibet daisi Dalay Lama bilan ko'rishdi. Xitoy buningga norozilik bildirib, bu uchrashishning Amerika va Xitoy ikki davlat orasidagi o'zaro ishonchga buzg'unchilik qilganligini bildirdi. Amerika prezidenti Obama 15-iyun chorshanba Oqsaroyda Tibet daisi Dalay Lama bilan ko'rishdi. Oqsaroy buning bir shaxsiy uchrashish ekanligini bildirdi. Uchrashish prezident mahkamasi 50 shakllik ishxonada elib berilmadi, ham axborotga echilmadi. Lekin Xitoy buningga norozilik bildirib, bu uchrashishning Amerika va Xitoy ikki davlat orasidagi o'zaro ishonchga buzg'unchilik qilganligini bildirdi. Dalay Lama bu qatimqi safarida Amerika Davlat Majlisi va ikki partiya rahbarlari tomonidan qizg'in kutib olingan. Dushanba kuni Dalay Lamaning nutq so'zlash faoliyatida Amerika Avom palatasi Osonlik partiya rahbari Nancy Pelosi Dalay Lamaning Obama bilan ko'rishilganligini aytgan. Seshanba kuni Amerika Kengash palatasi Tashqi munosabat komiteti Dalay Lama va Surgundagi Tibet hukumatining rahbari bilan ko'rishgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Lukan 14-iyun norozilik bildirib, Dalay Lamaning diniy to'niga o'rni olib, xalqarada Xitoyni parchalaydigan siyosiy tashabbuslarni bozorga solganligini aytgan. U yana Amerikaning bir Xitoy siyosatini e'tirof qilish, Tibetning Xitoyning ayrilmas bir qismi ekanligini e'tirof qilish va'dasining borligini ta'kidlagan. Bu Obamaning vazifaga o'ltirgan 8 yildan buyon 4-qatim Dalay Lama bilan ko'rishish ekan. Dalay Lama uchrashishdan keyin o'zining Tibetning mustaqilligini talab qilmaydiganligini bildirgan. Lekin u oldingi shartning Tibetning manfaati ekanligini, o'zlarining madaniyati va Budda dini bilimlarini kafolatga ega qiladigan to'liq huquqning berilishi kerakligini ta'kidlagan. Türkiye Tashqi ishlar ministri arakanlik musulmonlarni yo'qladi. Türkiye Tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu Ramazan oyida arakanlik musulmonlarni yo'qladi. Ularga iftar ziyofati berdi va Turkiyaning davomli ularga yordam beradiganligini ta'kidladi. Türkiye Tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu Ramazan oyida arakanlik musulmonlarni yo'qladi. Ularga iftar ziyofati berdi va Turkiyaning davomli ularga yordam beradiganligini ta'kidladi.
12 iyundan başlap Bermada rasmiy ziyorati bo'lgan Turkiya tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu, Berma prezidenti, tashqi ishlar ministri va bosh shtab boshlig'i bilan ayrim uchrashuvlarda bo'ldi. Çavuşoğlu Berma tashqi ishlar ministri bilan muxbirlarni kutib olish yig'ini ochganda Türkiye'nin ikki davlat munosabatini kuchaytirishni xohlaydiganligini, Bermaningmi Turkiyada bosh elchilik etishni umid qildiganligini va ikki davlatning savdo hajmini oshirish uchun kuchining borligini bildirdi. U yana Arakan rayonidagi xalqning vatandoshlik huquqiga erishishiga bo'lgan umidini alohida ta'kidladi. Tashqi ishlar ministri Çavuşoğlu Berma poytaxti Naypidavdagi ziyoratini oxirlashtirgandan keyin Rohingya musulmonlari yashaydigan Arakan o'lkasiga bordi. Çavuşoğlu Arakan o'lkasining markazi Sitvaga yetib kelibla muxbirlarning savollariga javob berdi. U Arakanning yangi mezgilda gullangan, bexatar va muqim bir rayon bo'lishiga tilakdoshlik bildirdi. Çavuşoğlu Türkiye'nin mayli insonparvarlik yordami jihati bo'lsin, mayli haq huquqlarini qo'g'dash jihati bo'lsin, hech qachon bu yerdagi qarindoshlarini yolg'iz tashlab qo'ymaganligini bildirdi. Arakan o'lkasining boshlig'i Turkiyaning, xususan Turkiya hamkorlik va taraqqiyot organining bu rayonga qilgan yordamlari uchun Çavuşoğlu'ga rahmat etdi. Çavuşoğlu Turkiya hamkorlik va taraqqiyot organi yangilab salgan Darıltam va maktabni ziyorat qildi. Çavuşoğlu yana 2012-yildagi buddistlarning hujumida Sitva shahrida saqlangan birdan-bir musulmonlar mahallasini ziyorat qildi. U bu mahallada qizg'in qarshi ilishga erishdi. Hali ham tahdid ostida yashayotgan xalq bilan birma-bir dugidak qo'l elishib ko'rishdi. Hal ahvol so'radi. U musulmonlarga xitob qilib, Turkiyaning rayondagi yordamlarini davomlashtiradiganligini aytdi. Turkiyaning bu rayonda yangi qurilish turlarini yo'l qo'yayotganligidek xush xabarni yetkazdi. Çavuşoğlu arqadan bu mahalladagi masjidda o'tkazilgan o'pchi iftorda arakanlik musulmonlar bilan birga hamdastixon bo'ldi. Mahalladagi 4000 da kishiga iftor bergan Çavuşoğlu jamoat bilan birga shom namozini o'qidi. Uning mahalladagi ziyoratida nurg'un ta'sirli ko'rinishlar o'tirg'a chiqdi. Arakan viloyatida 2012-yildagi buddistlarning hujumlarida Rohingya musulmonlari og'ir tragediyalarga uchradi. Nurg'un kishi hayotidan ayrildi. Nurg'un mahallalar va uylar ko'ydirib etildi. Minglagan kishi bu zulmlar sababli uy makonlarini tark etishga majbur bo'ldi. Bermada 1982-yili ma'qullangan asosiy qonunda Rohingya musulmonlarining puhrolik huquqi bekor qilingan. Buning bilan ular davlatsiz kishilarga aylanib qolgan. Ma'lumotlarga asoslanganda taxminan 130 ming arakanlik musulmon bu zulmlar sababli Bermadan qochgan. Turkiya Bermaga qarta keng doiralik yordam turini davomlashtirayotgan bo'lib, 2012-yili 11-oydan buyon Turkiya hamkorlik va taraqqiyot organi qatorliq tashkilotlarning vasitasi orqali Bermaga qilgan insonparvarlik va taraqqiyot yordami 13 million dollarga yetgan. Çavuşoğlu Berma ziyaratidan keyin Afg'onistonda ziyorati bo'lmoqda. Uning Afg'onistondami musulmon xalq bilan bir qator faoliyatlarda bo'lganligi ilgari surildi. Tungan musulmonlar Xitoy ijroatlariga qarshi namoyish elib bordi. İctimai taratqularda yuzlagan Tungan musulmonlarning quyuq diniy tusda kiyinib, qo'llarida lozungalarni ko'tarib, Xitoyning ijroatlariga qarshi namoyish elib borgan ko'rinishi tarqaldi. İctimai taratqularda yuzlagan Tungan musulmonlarning quyuq diniy tusda kiyinib, qo'llarida lozungalarni ko'tarib, Xitoyning ijroatlariga qarshi namoyish elib borgan ko'rinishi tarqaldi. Yanfunda tartilgan sin ko'rinishida yuzlagan ayol Tungan musulmonning kishilar savdo-sotiq qilayotgan bir bozorda namoyish qilgan ko'rinishi bo'lib, yuzini o'rib olgan bir ayol oldida mengib namoyishchilar to'pi uchun yo'l ochib berdi. Oldingi safda bir necha kishi zaharni, haroqni, cho'chqa go'shini cheklaydi. Layoqatlik musulmonlardan bo'layli degan shiorlar yozilgan cho'ng lozungini ko'tarib mangadi. Orqadan bir kishi yeshil ranglik bayroq ko'tarib mangadi. Namoyish to'pining ikki tarafida lozungalar bor bo'lib, lozungalarga musulmonlikda haroq bo'lmaydi. Haroq bo'lsa musulmon bo'lmaydi. Musulmonchi bo'lmaydi. Haroq ichishning bahonalari tumanmang. İnsanning hayoti faqat birla degan shiorlar yozilgan. Bu ko'rinishlar Xitoy tajovuzchilari inson qalbidan chiqqan jinoyatlarni sodir qilib, chekidan oshgan bostirish siyosatlari va cheklimlarni yurgizayotgan Sharq Turkiston bilan ro'shan selishtirma hosil qildi. Sharq Turkistonda bayroq ko'tarib namoyish qilish emas, hatto doirlarning nohaq ijroatlariga norozilik bildirgan kishilarmi og'ir jazolarga mahkum bo'lmoqda. Namoyish qilayotgan Tungan musulmonlarning kiyimi dal Sharq Turkistonda atalmish asabiylik qalpiga kiydirilib, Uyg'urlarning kiyishi cheklangan kiyimlardir. Bu namoyish kishilarning diqqatini yana bir qatim Xitoyning Tungan musulmonlar bilan Uyg'ur musulmonlarga tutgan farqli muomalasiga yo'tkadi.
Shundaqla kuzatuvchilar, agar bu namoyish Uyg'urlar tarafidan Sharq Turkistonning har qanday bir rayonida elib berilgan bo'lsa, Xitoyning ularni ikkilanmay qirg'in qilib tashlaydiganligini bildirishmoqda. Va bu so'zlariga Xitoyning 2009-yili 5-iyul kuni Xitoy bayrog'ini ko'tarib ichkirida o'ldirilgan Uyg'ur qarindoshlarining qotilini jazolab berishini talab qilib chiqqan o'quvchilarning tinch namoyishini qonliq bostirganligini dalil qilishdi. Va ana shu bostirishdan keyin voqeaning cho'ngib ketganligini va Xitoyning Urumchida qatliam elib borganligini bildirishmoqda. Kuzatuvchilar yana Uyg'urlarning Xitoy bayrog'ini ko'tarib chiqqan tinchlik namoyishi bu shaklda qonliq bostirilgan bo'lsa, agar ular din bayrog'ini ko'tarib, mana bu tungallarga o'xshash namoyish qilgan bo'lsa, qanday bo'ladi? Buning oqibatini tasavvur qilish tas emas deyishmoqda. Ningxia qatorliq rayonlarda va Xitoy o'lkalarida yashaydigan tungan musulmonlari Xitoyning o'zini xalqaroga pardozlab ko'rsatadigan bir yuzi. Sharq Turkistonda to'kilayotgan qonlar, ijro qilinayotgan besim siyosatlar, diniy va madaniyatga qo'yilgan cheklamalar, oyga chiqmas ta'tir qizil tashviqotlar bo'lsa, Xitoyning haqiqiy yuzi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna qilib bu haftalik istiqlal xabarları programımız muş yerda oxirlashdi. Kelar qitimqi programmamizni ko'rishguncha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat etaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.